qilayotgan aziz do'stlar, YouTube ishqibozlari, mana bugungi chiroyli bitgan navisimizni o'z joyiga olib o'rnatdik. Bugungi navisimizni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahriga olib o'rnatdik. Bugungi navisimizni razmeri bilan aytsak, eniga 9 metr bo'lyapti, bo'yiga 28 metr uzunlikda bo'ldi. Balandligini 7 metr bo'ldi. Lazerlar qilib stoykalarni qorlarni qo'yib berdik. Ikkala chekkasini tunikali qilib berdik. O'rtasini leksani havo rangda qilib berdik. Yuqoriga chiqdi. Arkalarimizni turli protein qilib berdik. Kesimdan stoykalarimizni 8 ga oldi, ikkitadan 2 qatorlik qo'yib berdik. O'rtasida lazerlar berdik. Yuqoriga chiqdi. Buni bir kvadrat metrini 200 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Dastlabki xizmat ham bu mahsulotlar ichida bo'ldi. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'ot tumanida, Qashqadaryo viloyatiga olib kelingan mana dastlabki ham ichida bo'ldi. Bu navisimizni salkam 10 kun ichida o'rnatib berdik. Sababi bo'yi balandligi hisobiga mehnatimizni ko'p ketdi. Kimgadir shunday navislar kerak bo'lsa, ekranda o'yinlarga telefon qilaverasizlar. Ishimiz yoqqanida bizdan like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'ling.